Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan barcha fuqarolar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta e'tiborsizlik yoki bitta tushunilmagan qoida sababli odam o'z pensiyasining bir qismini yo'qotishi, kartasi bloklanishi yoki firibgarlar qo'liga tushib qolishi mumkin. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyani kartaga olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring va ularga albatta yetkazing. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bugun oddiy tilda, amaliy misollar bilan nimalardan ehtiyot bo'lish kerakligini tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd shaklida olar edi. Kimdir pochtachi orqali uyida olardi, kimdir bank kassasiga borib naqd pul qilib olardi. Pul qo'lga tekkach, odam uni o'zi xohlagancha ishlatardi. Qarzi bormi, kommunal to'lov bormi, qarindoshga beradimi, uyda saqlaydimi, buni saqlaydimi, o'zi hal qilardi. Hozir esa pensiyani kartaga o'tkazish kengaygan. Bu bir tomondan. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Kommunal to'lovlarni ilova orqali amalga oshirish mumkin. Pul yo'qolib qolmasligi uchun karta xavfsizroq ko'rinadi. Lekin boshqa tomondan karta bilan bog'liq yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Eng asosiy masala shuki, karta bu oddiy hamyon emas. Karta bank tizimiga ulangan. Bank kartasida pul turgan bo'lsa, unga nisbatan turli cheklovlar, ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar, avtomatik to'lovlar, firibgarlik xavflari, PIN kod va SMS kod bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'radigan holat shunday: pensioner odam pensiyasi tushganini biladi. Bankomatga boradi, lekin pulni yechmoqchi bo'lsa, karta ishlamaydi yoki balansda pul kam ko'rinadi. U odam darrov vahimaga tushadi. Pensiyamni kesib tashlashdimi? Bank pulimni olib qo'ydimi? Nega menga ogohlantirish bermadi? Aslida esa sabablar har xil bo'lishi mumkin. Ba'zida qarzdorlik bo'yicha majburiy undirish bo'ladi. Ba'zida karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zida SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi. Ba'zida firibgarlar kodni olib pulni yechib ketgan bo'ladi. Shuning uchun bugun men yomon xabar deganda odamlarni qo'rqitish uchun emas, balki ogohlantirish uchun gapiryapman. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin himoyasiz odam uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta odam telefon qo'ng'iroqlariga ishonuvchan bo'lsa, bank ilovasidan foydalanishni bilmasa, karta ma'lumotlarini farzandlariga yoki begonalarga berib qo'ysa, muammo tez chiqadi. Pensiya kartasida qarzdorlik masalasi bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar odamning aliment, kredit, kommunal qarz, soliq qarzi, jarima yoki sud qarori bo'yicha undiriladigan qarzi bo'lsa, uning bank hisob varaqlariga cheklov qo'yilishi ehtimoli bor. Bu har doim ham bank o'zi xohlab pulni oldi degani emas. Ko'pincha bank ijro organlari yoki vakolatli tashkilotlardan kelgan hujjat asosida harakat qiladi. Masalan, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning nomida eski kredit bo'yicha 3 million so'm qarz qolgan. Kreditni u o'zi olmaganman deb o'ylaydi. Lekin vaqtida kafillik qilgan bo'lishi yoki shartnomani tushunmay imzolagan bo'lishi mumkin. Ijro hujjati bankka kelgach, kartadagi pulning bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Parin pensioner esa bankomatga borganda 1 million 200 ming emas, masalan 700 ming yoki 200 ming so'm ko'radi. Shunda u pensiyam kamaydi deb o'ylaydi, lekin aslida pensiya tayinlangan miqdorda tushgan. Faqat qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish yuz bergan bo'ladi. Ikkinchi misol, ayol kishi pensiyasini kartaga oladi. Uning o'g'li telefoniga bank ilovasini o'rnatib bergan. Bir kuni o'g'il do'stiga pul o'tkazadi. Keyin yana to'lov qiladi, keyin internet orqali xarid qiladi. Ona esa faqat pensiyam kartada turibdi deb o'ylaydi. Oy oxirida qarasa pul kam. Bu yerda firibgarlik bo'lmasligi ham mumkin. Lekin karta egasi o'z kartasini boshqalarga berib qo'ygani uchun nazorat yo'qolgan. Men har doim aytaman, pensiya kartasi pensionerning shaxsiy daromadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin karta, PIN kod va SMS kod faqat egasining nazoratida bo'lishi kerak. Uchinchi misol, boboga bankdanman deb qo'ng'iroq qilishadi. Kartangiz blok bo'lib qolmasligi uchun telefoningizga kelgan kodni ayting deyshadi. Bobo qo'rqadi. Chunki pensiyasi ertaga tushishi kerak. Kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, kartadagi 900 ming so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Bank xodimi hech qachon telefon orqali SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi kod, ilova parolini so'ramaydi. Agar so'rasa bu bank emas, firibgar. 4-misol,
Pensioner kartani uzoq vaqt ishlatmaydi. Pensiya tushadi, lekin u naqd pulni olmasdan kartada qoldiradi. Karta muddati tugaydi yoki karta bloklanadi. Odam bankomatga boradi. Bankomat kartani qaytaradi yoki pul bermaydi. Bu ham vayim uchun sabab emas, lekin vaqtida bankka bo'lmasa, odam o'z puliga kira olmay qoladi. Karta muddati odatda kartaning old tomonida yozilgan bo'ladi. Agar muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani qayta chiqarish kerak. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchidan, kredit yoki jarima qarzi borligini bilmaydiganlar. Ikkinchidan, telefonda SMS xabarnoma ulanmaganlar. Uchinchidan, kartasini farzandi, qo'shnisi yoki boshqa odam ishlatadigan pensionerlar. To'rtinchidan, bank ilovasini tushunmay, lekin parolni boshqalarga berganlar. Beshinchidan, doim naqd pulga o'rganib qolgan va karta qoidalarini bilmaydiganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda qarzdorlik bo'lmasa, karta muddati amal qilayotgan bo'lsa, PIN kod va SMS kodni hech kimga bermasangiz, bankdan kelgan xabarlarni kuzatsangiz, siz pensiyani kartaga olishda katta muammoga duch kelmasligingiz mumkin. Lekin baribir har oy pensiya tushganda balansni tekshirish, yechilgan summalarni ko'rish, noma'lum operatsiya bo'lsa darhol bankka murojaat qilish kerak. Bu masalada eng ko'p tushunmovchilik, hamma pensiyani olib qo'yishlari mumkinmi degan savolda bo'ladi. Amaliyotda turli turdagi undirishlar bo'yicha cheklovlar va tartiblar bo'lishi mumkin. Ya'ni barcha holatda ham pensiyaning hammasini birdan ushlab qolish to'g'ri bo'lavermaydi. Lekin muammo shundaki, oddiy odam bu tartiblarni bilmaydi va bankka borganida ham ba'zida unga aniq tushuntirish berilmaydi. Shuning uchun agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, siz albatta qaysi hujjat asosida, qaysi tashkilot talabiga ko'ra, qancha miqdorda va nima sababdan deb yozma yoki rasmiy javob so'rashingiz kerak. Yana bir nozik joy, pensiya tushgan karta bilan boshqa tushumlar aralashib ketishi. Masalan, pensionerning kartasiga pensiyadan tashqari farzandi pul tashlaydi. Kimdir qarz qaytaradi, kimdir yordam sifatida 500 ming so'm o'tkazadi. Keyin karta bo'yicha cheklov qo'yilsa, odam bu pul pensiya edi deb isbotlashda qiynalishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, pensiya kartasini faqat pensiya uchun ishlatish ma'qul. Boshqa pul o'tkazmalari uchun alohida karta ochish mumkin. Bu keyin nizoli holatlarda tushuntirishni osonlashtiradi. Yana bir muhim jihat, karta yo'qolsa yoki telefon yo'qolsa, odam ko'pincha ertaga borarman deb yuradi. Bu juda xavfli. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankning kol markaziga qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Agar telefon yo'qolgan bo'lsa va bank ilovasi o'sha telefonda bo'lsa, darhol sim kartani bloklatish, bankka xabar berish, parollarni almashtirish kerak. Chunki firibgarlar ba'zida telefon ichidagi SMSlar, ilovalar va saqlangan parollar orqali pulga kirishi mumkin. Ayrim pensionerlar, men kartani hech kimga bermayman, demak xavf yo'q deb o'ylaydi. Lekin xavf faqat kartani qo'lga berishda emas. Telefon orqali aldash, soxta havolar, soxta bank kodimlari, soxta kompensatsiya xabarlari ham bor. Masalan, sizga pensionerlar uchun qo'shimcha yordam puli ajratildi. Havolaga kirib karta raqamingizni yozing degan xabar kelishi mumkin. Karta raqamining o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin havolada karta muddati, kod, SMS tasdiq so'raladi. Odam hammasini yozsa pul ketadi. Shuning uchun men qat'iy aytaman, davlat yordam pensiya qo'shimchasi, bank tekshiruvi degan bahona bilan kelgan havolalarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshiring. Yana bir masala, bankomatdan pul yechishda komissiya. Ba'zi holatda o'z bankingiz bankomatidan yechsangiz bir xil. Boshqa bankomatidan yechsangiz boshqa shart bo'lishi mumkin. Pensioner 20 million so'm yechaman deb o'ylaydi. Lekin komissiya sabab ozroq pul yechiladi yoki balansdan qo'shimcha summa ketadi. Bu katta yo'qotish bo'lmasligi mumkin, lekin har oy takrorlansa seziladi. Shuning uchun qaysi bank kartasi ekanini, qaysi bankomatdan komissiyasiz yoki kam komissiya bilan yechish mumkinligini oldindan so'rab oling. Yana bir ko'rinmaydigan muammo avtomatik to'lovlar. Ba'zida karta internet xizmatlariga, mobil aloqa paketiga, kredit to'loviga yoki boshqa xizmatga ulangan bo'ladi. Pensioner buni unutadi. Pensiya tushishi bilan avtomatik yechim bo'lishi mumkin. Masalan, telefon raqami uchun oyiga 1000 so'mlik tarif ulangan. Yana kabel televideniya uchun 1000 so'm. Yana ilovada biror obuna 30 ming so'm. Odam pulim qayerga ketdi deb hayron bo'ladi.
bank ilovasida operatsiyalar tarixini ko'rish yoki bankdan ko'chirma olish orqali buni aniqlash mumkin. Yana bir muhim holat. Pensioner vafot etgandan keyin karta va pensiya masalasi. Bu juda nozik mavzu, lekin aytishim shart. Agar odam vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish. Ayniqsa keyingi davr uchun noto'g'ri tushgan pensiyani ishlatish huquqiy muammo tug'dirishi mumkin. Qarindoshlar baribir o'zimizniki deb o'ylashi mumkin, lekin bank hisobi va meros tartibi bor. Bunday holatda bankka, pensiya jamg'armasiga va notariusga murojaat qilish kerak. Keyin ortiqcha to'langan summa bo'lsa, qaytarish talabi ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangiz holatini tekshiring. Karta muddat tugamaganmi? Karta blokda emasmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam sizning nomingizdami? Bank ilovasiga kim kira oladi? Shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi tushunmasa, ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi bilan bankka borsin. Lekin parol va kodlarni yaqin odamga ham to'liq topshirib qo'yish shart emas. Yordam boshqa, nazoratni yo'qotish boshqa. Ikkinchi qadam, pensiya tushganda darhol balansni tekshiring. Buni bankomat orqali, SMS orqali, bank ilovasi orqali yoki bank bo'limida bilish mumkin. Agar pensiya odatdagidan kam tushgan bo'lsa, darhol sababni aniqlang. Keyingi oy ko'ramiz deb yurish kerak emas. Chunki muammo firibgarlik bo'lsa, vaqt o'tgan sari pulni qaytarish qiyinlashadi. Uchinchi qadam, agar pul ushlab qolingan bo'lsa, bankdan operatsiyalar bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qaysi tashkilotga o'tgani ko'rinadi. Bank xodimiga shunday deng: menga pensiya kartam bo'yicha oxirgi 1 oy yoki 3 oy operatsiyalar ko'chirmasini bering. Agar cheklov bo'lsa, qaysi hujjat asosida qo'yilganini bilmoqchiman. Imkon bo'lsa, yozma murojaat qiling va javobni ham yozma oling. 4-qadam, qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun tegishli ijro organlari, sud hujjatlari, kredit tashkiloti, kommunal xizmatlar yoki soliq organlari bilan aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Agar siz qarzga rozi bo'lmasangiz, mening qarzim emas desangiz, shunchaki og'zaki gap bilan to'xtamang. Hujjatlarni so'rang. Shartnoma nusxasi, sud qarori, ijro hujjati, hisob-kitob. Kerak bo'lsa, yuristga murojaat qiling. 5-qadam, firibgarlik bo'lsa, darhol bank va ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Masalan, siz kodni aytmagansiz, kartani bermagansiz, lekin pul yechilgan yoki sizni aldab kod oldilar. Bunday holatda bankka nizo operatsiya bo'yicha ariza bering. Arizada sana vaqt, summa, qo'ng'iroq raqami kelgan SMS'lar, kim nima degani hammasini yozing. Ichki ishlar organlariga ham ariza qoldiring. Telefoningizdagi qo'ng'iroqlar, SMS skrinshotlarni o'chirib yubormang. 6-qadam, karta ma'lumotlarini himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamang. PIN kodni tug'ilgan yil, BIM11, BIM234 kabi oddiy raqamlardan qilmang. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi bo'lib gapirgan odamga ham aytmang. Agar kimdir kartangiz bloklanadi, tezda kodni ayting desa. Darhol telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 7-qadam, pensiya kartasini alohida saqlang. Men tavsiya qilaman, pensiya tushadigan karta faqat pensiya uchun bo'lsin. Internet xaridlar, shubhali saytlarga to'lovlar, begonalarga pul o'tkazishlar uchun boshqa karta ishlating. Pensiya kartasida katta summa uzoq turmasin. Kerakli miqdorni naqd qiling yoki xavfsiz joyga o'tkazing. Lekin naqd pulni ham uyda katta miqdorda saqlash xavfli ekanini unutmang. 8-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar firibgarlardan emas, o'zining bilimsizligidan zarar ko'radi. Farzandlar haftada 1 marta ota-onasining kartasi holatini tekshirsa, SMSlar kelayotganini ko'rsa, shubhali qo'ng'iroqlar haqida ogohlantirsa, juda ko'p muammolar oldi olinadi. Lekin bu yordam hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning pulini uning roziligisiz ishlatish mumkin emas. 9-qadam, agar siz kartaga emas, boshqa usulda olishni xohlasangiz, o'zingizga qulay tartibni aniqlang. Ayrim hududlarda pensiyani yetkazish yoki boshqa to'lov usullari bo'yicha tartiblar bo'lishi mumkin. Buni aniq bilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, bankka yoki mahalladagi mas'ullarga murojaat qiling. Qo'shnim shunday dedi degan gap bilan qaror qilmang. Har doim rasmiy manbadan tasdiqlang. 10-qadam, hujjatlarni tartibli saqlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi shartnomasi. Bankdan olingan ko'chirmalar, kredit yoki qarzdorlikka oid hujjatlar bitta papkada tursin. Agar muammo chiqsa, qayerda edi?
deb izlab vaqt yo'qotmaysiz. Ayniqsa yoshi katta odamning farzandlari bu hujjatlarni tartibga solib berishi juda foydali. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Bankka borgan savol berishdan uyalmang. Menga tushuntirib bering, nega pulim qamaydi? Bu summa qayerga ketgan? Karta bo'yicha cheklov bormi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta muddati qachon tugaydi? Qaysi bankomatdan yechsam komissiya kam bo'ladi? Bu savollar oddiy, lekin juda muhim. Siz o'z pulingiz haqida so'rayapsiz. Bunga to'liq haqqingiz bor. Agar bank xodimi og'zaki tushuntirib, lekin aniq javob bermasa, yozma ariza qoldiring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, telefon raqam, karta yoki hisob ma'lumoti, muammo mazmuni, sana va imzo bo'lsin. Masalan, men pensiyam tushadigan bank kartamdan noma'lum ushlab qolish bo'lganini aniqladim. Ushbu operatsiya qaysi asosda amalga oshirilgani, qaysi tashkilot talabiga ko'ra va qancha miqdorda ushlangani yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz javob aniqroq bo'ladi. Bugun aytganlarimdan asosiy xulosa shuki, pensiyani kartaga olishning o'zi yomon emas, lekin karta qoidalarini bilmaslik juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pul ushlab qolinishi, karta bloklanishi, firibgarlar aldashi, komissiyalar, avtomatik to'lovlar, muddati tugagan karta, qarzdorlik bo'yicha cheklovlar, bularning hammasi pensioner uchun og'ir zarba bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya kartasini tekshiring. Karta muddati, SMS xabarnoma, qarzdorlik, operatsiyalar tarixi, telefon xavfsizligi hammasini ko'rib chiqing. Hech kimga SMS kod bermang, shubhali havolarga kirmang, bankdan ko'chirma olishdan tortinmang. Sizningcha pensiyani kartaga olish qulaymi yoki pensionerlar uchun xavfli tomonlari ko'proqmi? Izohlarda fikringizni yozing. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu xabarni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.